Salom bolalar. Bugungi videomiz, ya'ni oldingi safarga o'xshagan challenge bo'ladi. Penalti 1-1 и strafni. Har doim shu straf shu gapiradi. Xullas bugungi videomiz shunaqa bo'ladi. Qarab olsa, ketdi. Ana bo'lmasam birinchi challenge'imiz 1-1 vaziyat. Ya. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me free. I'm better off. Dusza nema ton, crne zore, sveće gore. Moje more, moje more, moje more, moje more, moje more. Ana ikincisini telefona. Böyle işte. Ya bakacağız. Xullas bolalar bugungi shotimizda, ya'ni hozirgi birinchi shotimizda hammada 1-1, hozirchaga 0, chunki oxirida bartaga turadigan odam uchun men o'zim to'lab beraman. Ikkinchi challenge'imiz, ya'ni penalti seriya. Qaramasa Sizler ben birinci penaltı ben de ikinci defama geçmek. Süleyman o'shadirlar, Asirbek Rasipov golni uradi, penaltiyani zo'r tepardi. Mashinasiga urdilar. Sizlar o'sha damlar, mana senlarga gollar. Ama nima qilyapti bu? Ye. Al bu. Ya. Buning balangi bu. Qilar. Bola chiman hozir mana kommentga izohlanajili malik Instagram. Qo'limda bittasini uring. Bittasi 1-1, bittasi penalti. Hali penalti urmadi rostdan. Ha, birinchi bu teparkan. Do'stlar, endi ikkinchisini urishga harakat qilaman. Aniq emas, urishga harakat qilaman lekin. Men uraman, menga bayağı qiyin Aura minus. Kimga mendan? Aura minus. Mashina yetib qoldi, yo'qda. Rodriguez golmas ekan. Hazırla bana geçecek ya. Hey! Bana geçecek ya böyle pasanam. Ye? Sağ ol.
Xullas bolalar, mana endi penalti birga shtraflarni hozir mana bulardan so'rab olaman. Endi o'tishga harakat qilaman. Nahotki shu bo'lsa sevgi, nahotki shu bo'lsa hayot. Xullas bolalar, mana hozir penalti tepman. Xullas bolalar, mana ikkinchi tepman. Mana shtrafomma. Улетаю на Гаити. Archi ikkinchi bu. Yurkilish yomon bo'ldi. Yana bitta o'yinimiz bor, ya'ni uglovoydan varta yeshim turmaydi, uglovoydan aylantirib chiqish kerak. Burnimni tegidan olaverma. Bola, iltimos, okey, boshlab bering ishni. Ishlayapman. Qayoq ketdi bu? Qayoq ketdi? O'zidan so'ra. Wow. Do'stlar, endi men telefonman. Uy. Zaroti balandamda, lekin gol bo'lardi. Gol bo'lardi. Endi bu yoqda tek ko'ramiz. Xullas bolalar, biz ikkalamiz teng bo'lib qoldi shu. Lekin operatorimiz 3-o'rin. Operatorimiz Mustafa. Yutqizdi, limon yeydi, faqat hozir emas. Uyga borganda hammamiz boshqacha kiyimda bo'lamiz. Ko'chaga chiqib maza qilib qilgan chiqqanimizda u limon yeydi. Sizlar bilan hozir penaltilashamiz. Ha, endi ana penalti tepamiz. Chalamiz. Hozir agar kimdir yutsa, birinchi o'rin, ikkinchi o'rin bo'ladi. Bolalar penalti tepaman mana. O'zdan telefondan. Sam chempionlik birinchi o'rin meniki. Xullas bola hozir gol ursam, oldinga o'tib ketaman, ura olmasa bilasizlar. Chiroyli bo'ldi. Men hozir qo'sharga ko'rdim, Briki. Kim ko'rdi hozir? Kim ko'rdi? Balki chitat qildi, bola chitat qildi. Mana. Dai. Voy bola! Hisoblanadi. Xullas mana Mahrirlar. Xullas bolalar, bugungi challenge'imizni men yutdim, ya'ni 3 safardan beri yutaman. Xudo xolasa keyingi videolarimizda men bir parallel xullas men Marcelo ham yutishga harakat qiladi. Bu safar ham Video limon yeymiz. hozir limon yeymiz og'alar. Ana ketdi. Bolalar, xullas agar limon bo'lmasa, piyoz yoki chesnak yoki ganimdori yeydi. Yuramaga mana yo'l orqamiz. Xullas bolalar, bu oxirigacha mana qo'lingda beribdilar. Chesnak bitta donasini deydi. Faqat bitta narsa bor.
Eshitinglar. Bu yeydi, mana tusi bor. Yeydi. Yutib yuborib, oxirigacha o'tirgandan keyin suvga yuguradi. Agar unaqa qilmasa yana bitta ichasan deydi. Tabar mana. Mustafa! Mustafa! Balachi. Yugur. Bolalar bugungi videomiz o'zini xavosiga yetdi. Sizlar bilan super bo'lish jamoasi bo'ldi.